Assalomu alaykum. Men bir narsani o'rgandim. Bugungi mavzuga tayyorlanish jarayonida eng yaxshi Qur'on ustozlari 6 oy va 1 yil mobaynida o'zini shogirdlarini mental arifmetikaga o'rgatib, ularni xotiralarini ishlash, pozitsiyalarini mustahkam qilib olgandan keyin Qur'on yodlata boshlar ekan. Ana shunday foydalangan ustozlarni qo'lidagi shogirdlar 3 yil, 4 yilda emas, balki 1 yil, ba'zan undan ham qisqa muddatda Allohning karomi, Qur'oni Karimni to'liq hofizul Qur'oni bo'lib yetishar ekan. Foydasi bormi, yo'qmi degan narsani ikkilanib o'tirganlarga mana bitta chiroyli ko'rsatma. Shuning uchun men tavsiya qilgan bo'lar edim. Изучаете, там арифметика была, алгебра. Ну, математика, Все да. это вы проходили. Ну что ж, сможет ли наша участница показать искусство ментальной арифметики в самых сложных обстоятельствах? Первое задание. Пример на сложение и вычитание 100 двузначных и трехзначных чисел. Внимание! В одном примере участвуют 100 чисел. Время на выполнение задания 2 минуты. Разверните участницу, прошу вас. Юсуман, вы готовы? Да. Тогда покажите нам пример. Прошу. Вау! $448. Вы уже готовы? 2 Да. минуты не прошли. 448 ваш ответ, Юсуман. Вы уверены? Да. 448. Давайте проверим, правильный ли это ответ. Это правильный ответ. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman. O'zing mening ulug'lardan ulug'imsan. Sen xo'jamsan Chingizlarga darvozasi ochmagan. Temur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Muqannasam qora chig'im olovlarga sachragan. Chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'lig'imsan vatanim. Shodon kunim gul o'tgan sen, nodon kunim yo'q qotgan sen. Yuzing bosib yuzimga singlim deydi onamni. Ilig'imsan vatanim o'zingsan. Sen shoxlari osmonlarga tegib turgan chimorim o'zingsan. Ota desam qizimga bosh egib turgan o'zing, ulug'imsan vatanim. Kim Qashqarni qildi makon, kim emas soy tomondan, Jaloliddin Kurdistondan, Boburiy Hindistonda. Bu qanday yoz qaroli deb yotarlar zimistonda. Tarqab ketgan 96 urug'imsan vatanim. Qizim desa osmonlarga g'irot bo'lib uchgayman. Chambal yurtal pomishga qayliq bo'lib tushgayman. Padar qushdan pana qilib ulug' begim quchgayman. G'ichir g'ichir tishimdagi so'lig'imsan vatanim. Shodon kunim gul o'tgan sen, nodon kunim yo'q patgan sen. Yuzing bosib yuzimga singlim deymi onamni. Ilig'imsan vatanim o'zingsan. Sen
shoxlari osmonlarga tegib turgan chinorim o'zingsan. Ota desam qizim deb bosh egib turgan o'zing, qilig'imsan vatanim. Şalan günüm yıl o'tkazsin, malon günüm yıl o'tkazsin. Yuzing bosib yuzimga, singlim deyman onamni. Oftobimsan vatanim o'zingsan. Sen shoxlari osmonlarga tegib turgan chinorim o'zingsan. Ota desam qizim deb